Bunaqa narxlarni faqat chinni ichida ko'rasizlar. Cho'zib o'tirmayman. Endi narxni eshitinglar. Mana shu ko'rib turgan stol uchun to'g'ri naboringlar, ya'ni stolning ustidagi hamma narsa $89. Nima deb? Agar suvdagi narx bo'lsa, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib keting. Qarang, bu narx ichida nimalar kiradi? 8 ta chaqiy, 2 ta shokolad, 2 ta meva, plus 60 talik chinni naborimiz bo'ladi. Hech qanaqa 50 talik emas, 54 talik emas, 60 talik. Ya'ni stol uchun to'g'ri naborimiz. Xohlasanglar, bagima va naborlarimizni boshqa ranglariga alishtirib olsanglar ham bo'ladi. Chinnilarni ham boshqa, ya'ni gullariga alishtirib olsanglar bo'ladi. O narxi eshitib o'zim ham hayajonlanib ketyapman. Hozir xalqimiz maza qilish uchun qo'limizdagi hamma narsani qo'yamiz. Kundan kunga har xil mahsulotlar narxini tushiryapmiz. O'shaning uchun shoshilinglar, kelinglar, narxlar suv tekin bo'lib ketdi.